Uyghur Hareketi Təşkilatı rəisi Ruşan Abbas xanım aldınqı ayda Kanada paytaxtı Ottawada 10 min Uyghurni Kanadaga yerləşdirishni tezlitish, Uyghurlarning qon təridən yaralğan məcburi əmgək məhsulotlarının Kanadaga kirishini cheklaydigan C-251 qonun loyihasini qo'llash, Uyghur muhacirlarni Kanadaga yo'tkaydigan M-62 qonunining ijro qilinishini tezlitib, Uyghur muhacirlarining Kanadaga yo'tkilish sonini ko'paytirish, shundaqla Xitoyning chegara halqigan bostirishlarga qarshi tadbirlar haqida muzokaralarda bo'lish va Sharqiy Turkistondagi yurgizilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Kanada hukumat doiralariga texmo ishkirlab anglatish qatorliq bir yurish muhim faoliyatlarni ilib borgan edi. Ruşan xanım bu jarayonda Kanada parlamentidagi Konservativlar partiyasi, Liberal Demokratlar partiyasi, Yeşillar partiyasi va davlatning adliya ministri qatorliq ko'p sondagi davlat arboblari bilan ko'rishib, axborot e'lon qilish yig'inlarida so'z qilib, o'z xalqining ahvolini anglatgan hamda o'zining tez pukmas bir Uyg'urning erkinlik yo'lidagi ko'rishi nomli kitobining tarqatilish marosimini o'tkazgan edi. Uyg'urlar masalasini Amerika qit'asida anglatish bilan birga Yevropa elleridimi kun tartibga keltirish Uyg'ur harakati tashkilotining muhim xizmat planlari qatorida bo'ldi. 6 ayning 1-kunidan e'tiboran Ruşan xanım Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim İdris, Xitoy turmusidagi begunoh tutqun Gulshan Abbas xonimning qizi Ziba Murat, Uyg'ur harakati tashkiloti tashviqot va ommaviy ishlar yuqori daraja xodimi Franz Metzer, Mahliya Chetinkaya qatorliqlar bilan Norvegiya ziyoratini boshladi. Norvegiyadagi ziyoratning muqaddimasi 1-iyun kuni Norvegiya Tashqi ishlar ministrligida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga munosabatlik muhim uchrashuvlarni o'tkazish bo'ldi. Ruşan Abbas, Abdulhakim İdris va Ziba Muratlar Norvegiya davlat arboblariga Sharqiy Turkistonda davomlashayotgan zulmlardan ma'lumotlar berdi. Bu qitimqi Norvegiya ziyoratining muhim temasi 2026-yillik Oslo erkinlik munbiri yig'iniga qatnashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini xalqarada yana bir qitim kun tartibga elib chiqish edi. 3-iyun Lantus inson haqlari va adolat fondining raisi ham xalqaro diniy erkinlik kengashining qo'sh raisi doktor Katrina Lantus riyosatchilik qilgan diniy e'tiqod sababli ziyonkashlikka uchraganlar nomidagi panelda Ruşan xonım muhim nutq so'zladi. Bu panelda yana BDT xalqancha tutqun qilish xizmat guruhining raisi doktor Matthew Gillett, Ruandaning qamoqdagi o'qituvchi rahbari Viktor Ingaberning o'g'li Rumi Amahira qatorliqlar so'z qildi. Mustabid hokimiyatlarning diniy e'tiqod va inson haqlari tashabbusida bo'layotgan kishilarga qandoq ziyonkashliklarni qilayotganligi bu muhokama yig'inining asosiy temasi bo'ldi. Ruşan Abbas xanım bu yig'inda qilgan so'zida Xitoy diktator hokimiyatining Uyg'ur musulmonlariga selayotgan zulmlari va irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini o'ttirg'a qo'yib, bu ziyonkashliklarning hali ham davomlashayotganligini, balki jamiyatning hamma sohasiga kengayotganligini, hadisi Gulshan Abbasga o'xshash millionlagan Uyg'urlarning hozirmi Xitoy turmusida azob uqubatlar chekayotganligini ta'kidladi. Norvegiyada chaqirilgan 2026-yillik Oslo erkinlik munbiri yig'ini jarayonida Uyg'ur harakati tashkiloti Xitoyning jinoyatlarini oshkorlash, zamonaviy qulluq va millatlar ittifoqligi degan temada maxsus yumaloq ustida suhbat yig'ini o'tkazdi. Bu faoliyatga Uyg'ur adliya sonliq ma'lumot ombirining tadqiqotchisi Odiljon Abdurahim, Tibetlik tonilgan faoliyatchi doktor Lobsang Sangay, Uyg'ur harakati tashkilotining oliy direktori Franz Metzer, yoshlar aloqa yetakchisi Mahliya Chetinkaya, doktor Run Sternberg va undan boshqa muhim tadqiqotchilar, muxbirlar va kishilik huquq faoliyatchilari qatnashdi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jinoiy qilmishlarini fosh qilishga beg'ishlangan bu yig'inda Xitoyning millatlar ittifoqligi niqobi ostidagi bostirish siyosatlari, majburiy emgak, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining ko'lami qatorliq masalalar o'ttirg'a qo'yilib, kuchli diqqat qo'zg'adi.